Assalomu alaykum, Hazar Asbaqli. Sizlarga bu video murojaatim yordam sifatida bo'lib turibdi. Ya'ni nedan ataligi ayagi tag'aylan. Hozirgi oda Zexilli mahalla bo'ladi. O'zim ham shu yerda yashayman. Bundan bir oy oldin ham sizlarga iltimos shaklida video murojaat etgandim. Qo'shnim Hindistonda davolanib o'tdi deb. Shu inson hozir 1,5 oyda varin Hindistonda $7,000 pul zarur. Rasmlarni qo'yib qo'yaman, nomerlarni qo'yib qo'yaman, bemalol bog'lanaverasizlar. Shunga qo'ldan kelgancha yordam berishlaringizni so'raymiz. Agar qo'lingizdan kelmasa, do'stingizga yuboring, komment yozing, like bosing, shunda video rekomendatsiya chiqadi. Haqiqatdan rostmi shu kasallik, ishini haqiqatdan rost aytib turibmisan deganlar uchun kommentda Sho'ra buvani, xotin-qizlar raisini, keyin uchastkoyi, keyin yoshlar yetakchisining nomerini qo'yib qo'yaman, bemalol bog'lanib, haqiqatdan shu rostmi video, haqiqatdan shuni yordamga muhtojmi desangizlar, shulardan so'rasangizlar bo'ladi. Men ham o'zimdan chiqib internetga qo'yib bilmayman. Hammangizga rahmat. Videoni ko'rganingiz uchun iltimos videoga befarq bo'lmang. 5-10 ming so'm yordam etishingizni so'rayman.